Tortamiz, tortamiz. Tortinglar. Yana. Sizga baliq kerakmi? Hammasi yaqinda tutilgan. Agar bundan ham yangisini olmoqchi bo'lsangiz, dengiz bo'yiga chiqib o'zingiz tuting. Tortinglar. Yana, tortinglar. Ro'xshi, shamollab qolasan-ku, nima qilyapsan bu yerda? Yomg'ir bilan sirlashyapman. Rosa xayolparastsan-da. Bu hali hammasi emas. Hozir qo'shiq ham kuylayman. Bittaboy, chiqa qol. Shunchaki bog'lab qo'ydim. Qasam ichaman. Xaltadagi sutni ham men o'g'irlamadim. Tekshirib ko'rishingiz mumkin. Siz Akoshni taniysizmi, yoqimtoy? Bilasizmi? Bugun tasodifan uning maktabning orqa tarafida yozilayotganini ko'rib qoldim. Sinfdoshlarim Ayushni yoqtirasan deb gapirib yurishibdi. Ahmoq bolalar. Ularni sira yoqtirmayman. Ular qanaqa o'yinlar o'ynashlarini bilasizmi? Voy! Buncha qo'pol bo'lmasa? Bor yo'g'i 500 rupiymi? Yana 250 rupiya qoldi. Axir unga yangi qo'shiqlar yig'aman-ku. Qo'shiq deysanmi? Juda ham sho'x ekan. Mini paniki. Shoshma. Hisob yopildi. Baliq-ku. Men baliqli karini yaxshi ko'raman. Bu kimligini aytaymi? Kim ekan? Bu Avliyo Mariya. Barcha yomonliklardan saqlaydi. Yoqdimi? Shuncha pulni nima qilasan? Tadam! Tirnoq uchun bezaklar olaman. O'zimning go'zallik salonimni ochaman. Maktabimdagi katta sinfda o'qiydigan qizlar doimiy mijozlarim bo'lishadi. Sizni ham tirnoqingizni bo'yab qo'yaymi? Ayrim yigitlar ham tirnoqlarini bo'yashadi-ku. Siz bezormisiz deyman. Odamlarning aytishicha, siz qandaydir jinoyat qilganmishsiz. Endi esa shu yerda yashirinayotgan ekansiz. Oyim ham meni ogohlantirdi. Senchi? Nima deb javob berding? Menimcha unday emassiz. Naomi, Jinasi, voyim. Faqat aytib qo'ymang, bo'lmasam baliqli karini yeyolmayman. Kechirasiz. Naomi shu yerdami? Yo'q. Lekin kimningdir ovozini eshitgandek bo'ldim. Giyohvand modda qabul qilganda shunaqa bo'ladi. Juda ham kulgili. Unda nega eshikni ochmayapsiz? Sizni ogohlantirib qo'yay. Men yolg'on gapiradiganlarni yoqtirmayman. Naomi, shu yerdaligingni bilaman. Naomi, tezroq bu yoqqa chiq. Axir sizga Naomini hadeb chaqiravermang demaganmidim? Qizim bu yerda bo'lmasa, nega eshikni ochmayapsiz? Oching eshikni. Bu yerda emas ekan-ku.
Kechiring. Qanday bo'lmasin, menga pul kerak. So'z beraman. Oyimning o'g'il bola do'sti ketishi bilan chiqib ketaman. Sizni nima deyishlarini bilasizmi? Yoqimtoy deyishadi. Meni laqabimni-chi bilasizmi? Bilmaysizmi? Chiqindi. Doya ayol aytishicha, oyim chiqindi xaltasini bor kuchi bilan tepgan ekan. Men qornidan tushibman. Kulgili-a, chiqindi. Kerakli bo'yoqlarim yo'qligi uchun unchalik ham chiroyli chiqmadi. Lekin sizga yoqadi deb o'ylayman. Qoyil, Seyshel orollariga boramizmi? Suyukli rafiqam. Ruxshida Kabir Axlavadning ruhi shod bo'lsin. Oying raqamini aytdim senga. Oying uydami o'zi? Aytsang-chi. Gapir. Xonim, iltimos o'zingizni bosing. Bunga chidab bo'lmaydi axir. Qayerga qaramay shunaqalar to'lib ketdi. Nega baqirayasan? Ota-onang tarbiya berishmaganmi senga? Ha? Qizaloq javob ber. Uning sumkasini sen o'g'irladingmi? O'g'irlaganim yo'q. Shunchaki o'zimning sumkam bilan solishtirdim. Yolg'on gapiryapti. Uning hattoki sumkasi ham yo'q. Qizim, onang uydami? Otangchi? Chuvrindi. Ota-onasi kimligini bilmasa ham Qizaloq, kerak. otang bormi? Shumi otang? Kechirasiz, janob.
Shoshmang sohib. Bir daqiqaga mumkinmi? Mendan jahling chiqyaptimi? Axir senga boshqa o'g'irlik qilma degandim-ku. Aslida menga pulini siz to'lang degandim. Hech qisi yo'q. Hammamiz ham bolalikda xatolar qilamiz. So'ngra xatolarimizdan xulosa chiqaramiz. Tug'ilishimiz bilanoq majburiyatlarimiz tugab qolmaydi. Uni ko'pincha yolg'iz yurganini ko'raman. Undan vaqtingizni qizg'anmang. Doim yonida bo'ling. Xuddi boshqa otalar kabi. Albatta o'ziga kelib qoladi. Playerimni qaytarib bering. Yoqimtoy, qarzimni qaytarish uchun pulim yo'q. Lekin mana buni olishingiz mumkin. Bu men uchun qadrli, yomonliklardan saqlaydi. Agar buni yoningizda olib yursangiz, hech kim sizni xafa qila olmaydi. Janglar qiroli. Yoqimtoy, siz meni taniganingizdan uyalasizmi? Hamma o'zini meni tanimaydigandek tutadi. Hattoki o'z sinfdoshlarim ham. Oyim ham. Agar uyga keladigan yo'lni unutib qo'ysang, unda telefon raqamim va manzilimizni ham unut. Uyga qaytma degan. Mast bo'lib qolganida esa ikkimiz ham o'lishimiz kerak deydi. Anavi semiz ayoldan jahlim chiqmadi. U meni shunchaki urdi xolos. Lekin siz undan ko'ra yomonroqsiz. Ammo men sizni yomon ko'ra olmayman. Agar sizni ham yomon ko'rib qolsam, unda bu dunyoda men yaxshi ko'radigan hech kim qolmaydi. Sizni yomon ko'ra olmayman. Oyi! Oyi! Yo'q! Naomi! Naomi, qoch qizim! Bu yerdan ket, Naomi! Qoch bu yerdan! Aslomli studio, yuqori sifatli kinofilmlar markazi.
1 oy avval. Nima bo'ldi, janob? Rosa gap eshitdim. Yaxshiyamki yechintirishgacha bormadi. Unga nima kerak ekan? Go'ani tozalamoqchi. Giyohvandlar, jinoyatchilar va noqonuniy muhojirlardan. Qolganini ham shu yerda gaplashamizmi yoki ofisdami? Yetarlicha gaplashib bo'ldik. Yaxshisi ishga kirishsak. Jinoyatchilar ro'yxati juda uzun, bilasiz. Giyohvandlik deganda ko'z oldimizga mantu keladi. Aynan u mahsulotni qabul qilib olish va kerakli odamlarga yetkazish bilan shug'ullanadi. Bu esa futbol, Mantoning chap qo'li. Kuchli bo'lsa-da biroz ahmoqroq. Mantoning asosiy biznesini aynan u yuritadi. Elvis, uni faqat biz bilamiz. U narkotik moddalarni tashqariga tarqatish uchun javobgar. Agar uni qo'ldan chiqarsak, unda o'yin tugadi deyaveringlar. Aka-uka Herrera, Luki va Kevin. Bu ikkisini ham Mantuga aloqadorligi bor. Ular asosan maxfiy topshiriqlarni bajarishadi. Siyosatchilar bilan aloqasi yaxshi. Bu esa Atil, ularning shaxsiy tansoqchisi. Ikkisini ketini aynan shu yigit tozalab yuradi. Shunchalik tozalaydiki, aka-ukaning ortidan hech qanday iz topa olmaysiz. Dr. Jayron, u Chennayda noqonuniy buyrak o'tkazish bilan shug'ullangani uchun qamoqqa olingan. U o'z ko'rsatmasida aynan mana shu aka-ukalarni aytib o'tgandi, lekin keyin o'z ko'rsatmasini o'zgartirdi. Aka-uka Herreralar bu safar ham suvdan quruq chiqishdi. Viza muddatini noqonuniy uzaytirishni yoki butunlay shu yerda qolishni xohlaydigan sayyohlar yana bir jinoyatchining tuzog'iga tushishadi. Lombardga qimmatbaho buyumlarni vaqtincha topshirish yoki sotish orqali ular Goada yana bir necha kun qolishlari mumkin. Agar sayyohlar pulni qaytara olishmasa, Lombard egasining o'ljasiga aylanishadi va yoki narkotik modda sotishadi yoki buyraklarni. Bu esa to'daning kichik tarmog'i, sir. Odatda bu tarmoqda bolalar tilanchilik bilan, ayollar esa fohishalik bilan shug'ullanishadi. Ushbu tarmoqni mana bu ayol boshqaradi. Karla xola. Bu ayol bolalarni tilanchilik qilishga majburlaydi. Bizchi shunchaki o'tirib bunaqa xola va amaklar ro'yxatini tuzish bilan bandmiz. Biz jurnalistlar emas, maxfiy josuslarmiz. Sir, shuning uchun ham qo'l oyoqlarimiz bog'langanda. Biz odatda yoki ularni qo'lga ola olmaymiz yoki dalillarimiz kam bo'ladi. Agar Goada tozalikni xohlashsa, ishimizda shaffoflikni ta'minlab berishlari va qo'limiz kalta bo'lmasligi zarur. Shunday bo'ldi deb hisoblayveringlar. Keyingi konferensiya ushbu to'dani qo'lga olganimizdan keyingina o'tkazilishi kerak. Bir oy vaqt bering. Bor yo'g'i bir oy. Alo. Ofitsiant choy-chaqani oldi. O'zingiz boravering. Ha, janob. Mayli. Kimligimni bilmaysizlarmi? Yo'q. Pike. Ha. Kelasi safar eslab qol. Nari turlaring. Alo? Ha, mahsulot menda. Birozdan so'ng yetkazaman. Sir, futbol ketyapti. Lekin ofitsiant hali chiqmadi-ku. U ketmoqchi dedim-ku. Axir o'zing ofitsiant sumkani olganini ko'rding-ku. Sir, kutishga vaqtimiz yo'q. Agar uni qo'ldan chiqarsak, o'yin tugaydi. Sir, tezroq ayting, nima qilay? Uni biroz chalg'it. Voy! Hozir senga ko'rsatib qo'yaman. Hoy, uni qo'yib bormanglar. Qattiq ushlaylar. Qochmasin. Uringlar uni. Voy, Karkidon. Ta'zirini yedingmi? Ming la'nat. Qochibdi. Bir oylik tayyorgarligimiz zoyi ketdi. Ming la'nat. Jin ursin.
Jahlingizni jilovlang, futbolni do'pposlaymiz. Tovar qayerdaligini o'zi aytadi. Qoyil! Qoyil! Mana bunday. Koptokni yuqoridan pastga qaratib urish kerak. Aks holda koptok uchib ketadi. Xudo haqqi, hech narsani esla olmayapman. Zarbadan odam o'lishi ham mumkin, shuning uchun himoya shlemini kiyishim shart. Mana senga shlem. Kiyishing shart edi. Mana senga. Nega asabiylashib ketdi? Maslada men asabiylashishim kerak emasmi? Uni deb kattagina dars oldim. Hushiga kelsa uqtirib qo'y. Shu kungacha Goada menga qarshilik qiladigan odam topilmagan. Hazrat oliylari deb ma'ruza o'qishlarini eshitish yoqdimi? Mantu bilan gaplashishim kerak. Endi u ham Oliy sudning hukmini eshitib ko'rsin. Bundan keyin u chiqolmaydi. Bu yerdan to'g'ri qamoqqa ketadi. Qamoqdan esa to'g'ri narigi dunyoga ravona bo'ladi. Unga shu gapimni yetkaz. Butun boshli mahsulotni boy berding. Nimani o'ylaganding? Mantu mahsulotni topish uchun Sherlock Holmesni yuboradi deb o'yladingmi, ha? Ey, boshqa qo'lqop olib kel. Bunisi rasvo bo'ldi. Shunchalik ham omadsiz bo'lamanmi, ya? Kevin. Shunchaki gol urishdimi? Ha? Mantu. Yigitlar hamma yoqni qidirishyapti. Albatta topamiz. Mantu yigitlar hamma yoqni qidirishyapti. Mantu albatta topamiz emish. Ey, menga qara Kevin. Hindistonda 10 millionga yaqin aholi marixuana chekadi. Metafetaminlarni ham bozor chaqqon. 1 millionta odam esa geroin va jigarrang shakar iste'mol qiladi. Bu hukumat ko'rsatkichi. Bu hozircha 4 milliondan ortiq aholi narkotik moddalar qabul qiladi degani. Endi bir o'ylab ko'r. Shunday katta bozorda qanday qilib mahsulotni qo'ldan boy berding, ha? Sen xaltalarni tarqatish bilan shug'ullanasan. 3 kun. 3 kundan so'ng ruslarni kiritishni to'xtataman. O'sha kungacha sen mahsulotimni topib kelasan. Aks holda seni ham, ukangni ham buyraklaringizni sug'urib olaman va sotib yuboraman. Kalbosh. Tezroq bo'l. कहाँ रखी है हेरोइन? Geroinni qayerga yashirding? Qayerga yashirding deyapman. Geroin qani? Ha, geroin qani? Aqldan ozdingmi? Sendan so'rayapman. Geroin qayerda? Javob ber. Ishni bir o'zim bitirdim. U seni o'lishning yarmini olmoqchimiding? O'lgin kelyaptimi seni? Ahmoqlik qilma. Kimlar bilan o'ralashib qolganimizni tushunmayapsan? Kimning mahsulotini o'g'irlaganimizni bilasanmi? साले फोन क्यों नहीं उठा रहा यार? हेलो हेलो ब्रदर. ओए खयास तू? बहुत मारा वांटू ने. हाँ? अरे चल ना, बाकी चिल मारना पूल में. साले मेरी यहाँ काम पे लगी हुई है और तू वहाँ बैठ के गर्द सूंघ रहा है. इजी ब्रदर. ये लक है. तू उधर, मैं इधर. अच्छा सुन, उस वेटर की बत्ती बुझने से पहले उसको परफ्यूम की स्मेल आई थी. वहाँ पर सारी लड़कियों की नाक तो साफ है, सिवाय एक के.
Anna. वो अर्निस की डांसर हाँ? Bizga bir narsa kerak. Tentak, kiyimlarimizni ko'rmayapsanmi? Senchi kisovurga o'xshaymizmi? Ketinglar. Eshitaman. Og'a, quloq soling. Bizda kichkinagina muammo chiqdi. Hay! Sen kimsan o'zi? Manzilda adashding. Jimgina jo'nab qol. Lekin og'ayni, men ketolmayman. Anna kecha senga kamera yashiringan sumkani beribdi. O'sha sumkasiz hech qayerga ketolmaymiz. Foiz bir kundan 15 kungacha 5,5 ming bo'ladi. Kim haqini to'lasa, qoldirilgan omonatni olib ketishi mumkin. Shunaqami? Agar biz qoidalarga bo'ysunmasak, nima qilamiz? Nima bo'ladi? Qani turchi? O'zing gaplash. Jim turma. Oyi! Bo'la qol. Oyi! Bo'la qol. Voy. Naomi! Naomi! Oyi! Hayır. Bizda almashtirish mumkin bo'lgan omonat bor. Yoqimtoy. Lekin agar bu ikkisi ham sen bilan vidolashishni xohlasa, unda boshqa gap. Bo'pti. Yoqimtoy! Menga yordam bering! Ya'ni og'u furush qo'shningiz va uning farzandini o'g'irlab ketdimi? Ha, Lekin u yaqiningiz emas, bor yo'g'i qo'shningiz-ku. Mayli, yaqin atrofdagi navbatchi jamoani yuboraman. Manzilni ayting. Allo. Manzilni aytmaysizmi? Agar o'yin qilib qo'ng'iroq qilgan bo'lsangiz, go'shakni qo'ying. Allo. O'zingchi bosqinchiman deb ketgansan, bittagina yigitni eplay olmading-ku. Og'a, uni o'z ko'zingiz bilan ko'rganingizda edi. U xuddi yashinga o'xshardi. Juda tez harakat qildi. Futbolning miyasidan 2 marta darcha ochganimda ham kiprik qoqmadi. Sen
2 marta otsang ham kibrik qoqmadimi? Nima bo'pti? Bu yaxshi-ku. U bizga kerak. Ularga tegma. Aytganingni qilaman. Ertaga ertalabdan bir narsani yetkazish lozim. Mashina raqami GA5JK 2309. Yangi pochtamiz sizga yoqdimi? Qoldi qutichani och va sport zalga bor. Video Construction ko'chasiga bor. U yerdan 10-qavatga ko'tarilsang bir uyni ko'rasan. U yerdan mantuni so'ra. Xaltani faqatgina uning qo'liga berasan. Keyin esa telefonni o'chirib, sindirib tashlaysan. Naomi va Annachi? Kechki 9da olib ketasan. Bo'ladimi? Bu qanaqasi xolajon? Sher hech qachon o't yemaydi. Nega ozgina go'sht bermaysiz? Haligi tovuq go'shtimi yoki baliqmi? Agar go'sht yoki baliq yemoqchi bo'lsang, maoshimni ko'tarib ber. Doim mendan go'sht so'raysan, a? Bir martagina so'rab boshim baloga qoldimi? Bu yana kim bo'ldi ekan? Eshitaman. Добро пожаловать. Yo'q, добро пожаловать deng. Buncha qiyin. Kela qol. Daro padalavit. Пожаловать. Jim bo'l. Haligi Pojallusta sat. To'g'ri aytdimmi? Marhamat. O'tir. Bir o'zing keldingmi? Ha, mantu. Ruslar juda jasur bo'ladi-da. Hoy, rus. Lekin sen rusga o'xshamaysan-u. Sen ko'proq inglizga o'xshaysan. Hoy, olib kel. Qo'y shu yerga. Hoy, unga tarjima qil. Bu ichkilikni aynan unga deb Rossiyadan buyurtirganman. Unga yoqadi deb o'ylayman. Это водка из России. Пожалуйста, пейте. Nega ichmayapsan? Hoy, ichsang-chi, yoki zahar qo'shib qo'ygan deb o'ylayapsanmi? Marhamat, ich qirol.
Sen Mantumisan? Bu nima? Men o'z ishimni qildim. Endi seni navbating. Buni qayerdan olding? Hoy, Sen axir so'z bergansan. Ular qayerda? nimalar deb bajarayapsan? Kim uchun ishlaysan? Janob, mahsulotni oldingizmi? Kevin? U tomonga sohib. Mantu. Narko nazorat. Sen meni sotding. Boshqa yo'lim bormidi? Aslida men qo'limni kir qildim, seni qo'ling esa moyda edi. Yo'q, bugundan boshlab men hammani boshqaraman. Seni shunchaki do'pposlagandim xolos, lekin endi aniq o'ldiraman. Mantu, sen yo'lning oxiriga yaqin qolding. Yaqinda o'lasan. Endi hech bir vazir seni qo'llamaydi, hech kim qutqara olmaydi seni. Agar qutulib qolmoqchi bo'lsang, unda qochib qol, azizim Mantu. G'irt ahmoqsan, Mantu. Michael, orqa tomonni tekshir. Shoshmanglar. Uni politsiya uchun qoldiramiz. Hildar, Francis. Ortimdan.
Uni kim do'pposladi? Yangimi deyman. Uning kimligini va qayerdanligini bilmagandik, sir. Mantuning to'dasi bilan bog'liqlik joyini ham topolmadik. Ana u murdachi ayolning ismi nima ekan? Anna. Uni Mantuga nima aloqasi bor? O'zim ham tushunmadim. Lekin uning tanasidagi barcha organlari olib tashlangan. Olib tashlangan deganing nimasi? Buyraklar, jigar, ko'z shoh pardalari. Aniqrog'i qaysi organni sotish mumkin bo'lsa, hammasini olishgan. Mantu qachondan organ sotishga o'tgan? Bu axir uning biznesi emas-ku. Ko'ramiz. Kunal nimani aniqlarkan? Qarang, sir. Idish yuvish quvurdan topdim. Yarim granula nima bo'lardi? Ha? Asosiy qismini olib ketishgan-ku. Qora kiyimli yigitning ismi Kabir. Kichkina Lombardni boshqaradi. Narkotik moddalar oldi-sotish bilan aloqadorligi aniqlanmadi. Giyohvand ham emas. Lombard firmasini 2008-yilda ro'yxatdan o'tkazgan. Barcha hujjatlari joyida, lekin bir narsani ajablanyapman. Nimadan? 2009-yilgacha bu yigit haqida hech narsa ma'lum emas. Go'yoki 30 yoshda tug'ilgandek. Menimcha ma'lumotlar saqlaydigan bazangni o'chirganing ma'qul. Go'ani tozalaganingdan ko'ra yanada aniqlashtir va Kabirning Mantu bilan qanday aloqasi borligini top. Xo'p bo'ladi, janob. Uni ko'rishing bilan qotib qolding. Demak, uni avvaldan tanigansan. Yuragi urayotganida uning ko'zlarini o'yib olishgan. Bosh suyagini yorishayotganda ham u tirik bo'lgan. O'zingni oppoq ko'rsatib sukunat qiroli bo'lmoqchimisan deyman. Aniq o'lib ketasan. Kechirasiz, sohib. Men ertalabdan beri hech narsa yemagandim. Siz uchun ruscha sendvich buyuraymi yoki musht yeganingiz ma'qulmi? Demak, musht yeysiz-a? Nega onlayn hujjatlaringda ham maxfiy kodlar o'rnatilgan? Nima bo'ldi? Uning birorta ham hujjatini buzib kira olmayapman. Bu yerda Mantu haqida ma'lumotlar bor. Dilibga yuborarsiz. Kerakli bo'yoqlarim yo'qligi uchun unchalik ham chiroyli chiqmadi. Mana buni olishingiz mumkin. Bu men uchun qadrli yomonliklardan saqlaydi. Janob. Qo'yilman senga, zo'rsan-ku. Hali qamalishga ulgurmay turib davlat hisobidan ovqatlanyapsan, ol. Kechirasiz. Qo'lim kishalangan bo'lsa qanday yeyman? Oshqozoning gapirishga majbur qildimi deyman. Hoy, ko'rdingmi? Oxiri gapirdimi? Ha? Ol, yeyaver. Bemalol ovqatlanib ol, keyin esa bemalol aybingni tan olaverasan. Kishanni yeching. Taram, 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 taram. Taran 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 taran. Uy, oy. Yo, xudoyim, o'takam yorilay dedi-ku, ha? Yo, tangrim. Sir, biz izlagan aloqa mana. Bu futbol deganlari nega bunchalik semizligini endi tushunib yetdim. Hech qayerdan Mantuni topolmagan. Allo, friends. Kim bu? Rus tarjimoni. Men bor yo'g'i ovqatlanishni so'ragandim. Hamkasbim Fransis qani? Go'shakni unga ber. Nega menga baqiryapsiz? Men nima qildim? Soat 19:25 da Franki kishanni yechib xato qilgan. Ushlanglar uni. Hoy! Voy! 19:37.
19:39. 19:39da hammani 4 daqiqadayoq do'pposlab, mantu haqida yig'ilgan hujjatlarni olib chiqib ketgan. Frenkining bo'yni sinibdi. Oldi tishlarining ikkitasi singan. Endi esa Frenki va uning 7 yashar o'g'li bir xil kulishyapti. Shunaqa gaplar. Bu kabi kuchli va shafqatsiz yigit ekan. Kamiga uning hujjatlari tashqi razvedka yoki maxsus xizmatlar bo'limi tomonidan maxfiylashtirilgan. Buni qanday tushunish mumkin? Faqat muammolarni sanab o'tiraverasanmi? Bir yechim ham topdim. Sir esingizdami? Bush prezidentligida Haydarobodlik bolakay unga tahdid qilib xabar yuborgan edi. Biz ham xuddi shunaqasini Kabirning nomidan jo'natamiz. Amerikaliklar uning kimligini aniqlashga urinishadi. So'rovnoma kelishi bilan surishtiruv boshlanadi. IP shu yerdan bo'lgani uchun politsiyaning ishni tekshirayotganidan foydalanib, biz ham unga bog'lanib olamiz. Oq uyga Kabir ahvolatdan. Xo'sh, yuboraymi yoki yo'qmi? Kattagina ishkal chiqishi mumkin. Prezidentga xat. Seni o'ldiraman. Buni unutib bo'larmidi? Meni aybim yo'q. Buning barchasi Annaning rejasi edi. U meni yo'ldan urdi. Iltimos, meni qo'yib yuboringlar. Iltimos. Siz hindlar boshimizga bitgan balo bo'ldilaring. Ablahlar! Qo'limizga tushdingmi? Bor gapni yashirmay aytishing kerak. Keyin esa do'pposlash, ogohlantirish, uyingdan to New Delhigacha qoning to'kilishi. Xullas, muammoing ko'payadi. Nega shuncha ishdan avval haqiqatni aytishni xohlamayapsan? Men haqiqatni aytyapman. Biz ikkimiz, men va Anna naqd 2 kilogramm geroinni o'g'irladinglar. Qoyil maqom. Menga yoqdi. Yoqimtoy degani kim? U axir seni qutqardi-ku. Qanaqa yoqimtoy? Hozir aytib beraman. Ikkigacha sana. Men uni tanimayman. Rostdan ham tanimayman. Bar. Faqat meni o'ldirmang. Iltimos, kechiring. 2. O'tinaman, faqat o'ldirmang meni. O'tinaman, tanimayman. 3. U aldadi. Yur, ovqat yeymiz. Jinni bo'lganmisiz? Axir qo'rqib ketdim-ku. Ogohlantirib qo'ysangiz bo'lardi-ku, aka. Voy. Tur. Yoqimtoy meni dog'da qoldirdi. U kim o'zi? Nega yordamchilarni chaqirmadingiz? Qo'yaver. Endi nima farqi bor? Axir butun Goa qo'l ostimizda-ku. Bu tomonga yur. Oyim qayerda? U ichkarida. Kir. Iltimos, eshikni oching. Iltimos, o'tinib so'rayman. Meni qo'yib yuboring. Eshikni oching, iltimos. Qizchadan xabar bormi? Yo'q, hozir hamma mantuni izlash bilan ovora. Eshitaman. Uni topdim. Yoshi 30 da 70 marta qotillik qilgan.
Bizning yigitlarga nega rahm qilganiga hayronman. Faqat qo'l oyoqlarini sindirish bilan kifoyalangan. U hech bir ishni yarim yo'lda qoldirib ketmaydi. Shafqatsiz qotil, xini yorganlardan. Aslambi Studio yuqori sifatli kinofilmlar markazi. Haqiqiy jangchi. Maxsus josus. Kabir ahvolat. Uning laqabi Rocky. Rocky. Mantu. Bechoragina Mantu. O'sha kuni nima deganding? 3 kun ichida yo'qolgan geroinni topib kelasan. Aks holda seni ham, ukangni ham buyraklaringizni sug'urib olaman va sotib yuboraman deganmiding? Lekin organ oldi sottisi bilan men shug'ullanaman. Kevin, xohlasang meni hamma ishimni o'zingga olishing mumkin. Bor pulimni ham. Senga metafetaminning haqiqiy tarkibi sirni aytaman. Ishonaver, savdomiz gullab yashnaydi. Trillionlab pul topamiz hali. Shunaqa degin. Matematik. O'sha kuni ham qandaydir matematik amallar bajarganding. Mamlakatimizda 10 millionga yaqin aholi marixuana chekadi. Bu men emas, hukumat aniqlagan ko'rsatkich. Endi esa men aniqlagan ko'rsatkichni eshit. Hindistonda kuniga 150 tagacha odam yo'qoladi. Ularni hech qayerdan topa olmaymiz. Ulardan 10 tasida meni qo'lim bor. Bir oyda bu raqam 300 taga yetadi. Bir yilda esa 3600 ga yaqin. Bu esa 7000 dan ortiq buyrak degani. Agar har birini 400 mingdan sotadigan bo'lsam, yiliga 2 milliard 800 million. Tushundingmi? Matematik. O'sha kuni nima qilganding? Kevin nima qilib qo'yding? Kevin sen unaqasan, Kevin sen bunaqasan. Kevin. O'sha kuni mana shunday qilib boshimga urganmiding? Ketma-ketiga? Endi tushundingmi? O'shanda mana bunday qilmaganingda edi, balki bugun men ham mana bunday qilmasmidim. Ikkala buyragingni ham sug'urib olaman va uni arzon garovga sotib yuboraman. Seni esa tirik qoldiraman. Keyin qanchaga sotganimni o'zingga aytaman. Undan so'ng ikkala ko'zingni sug'urib olaman va ularni ham sotaman. Shunda ham tirik qolasan. Kelib ko'zlaringni qanchaga sotilganini aytaman. Ana o'shandagina matematikani kim ko'proq yaxshi ko'rishini tushunib yetasan. Mantu. Bizning tentak mantuyimiz. Bu kabir ahvolat. Bizda u haqida haligacha to'liq ma'lumot yo'q. U harbiy agentlikning tashqi ishlar bo'yicha josusi bo'lgan. 2000-yildan 2006-yilgacha uning ishtirokidagi bir nechta operatsiyalar uning sharofati bilan muvaffaqiyatli yakunlangan. 2006-yildan 2008-yilgacha esa maxsus tayyorgarlik bo'linmasiga yo'naltirilgan. U yerda esa boshqaruv sohasi hamda tashqi ishlar razvedkasi bo'yicha anchagina bilim olgan. Qara, sen uchun kafil bo'ladigan odam keldi. Rahmat de unga. Bo'la qol. U foizlarni to'lay olmayapti.
u suiqasd va maxsus qotillik borasida Kidney Pindudan mohirona darslar olgan. Xo'sh, aynan qancha to'lay olasan? Buni kimga sotganding? Menimcha adashding. Biz qarzga beramiz. Telefon sotmaymiz. Javob bersang do'pposlamayman. Yo'q. Rosa qo'rqib ketdim-ku. Tayyorgarlik shunchalik kuchli ediki, Mudofaa vazirligidagi bir ikkita byurokratlar dasturni ko'rgach qo'rquvdan gung bo'lib qolishdi. Mana senga. Voy, kechir. Biz rostdan ham telefon sotamiz. U bittada 15 ta telefon sotib olgandi. U buyrak oldi sotishi bilan shug'ullanadi. Tasdiqlangan hisobotlarga qaraganda 2008-yilda u avtohalokatga uchragan. Kasalxonadan chiqqanidan so'ng u haqda hech qanday xabar chiqmagan. Unda tanasida o'q izlari qayerdan paydo bo'ldi? Xuddi shunday. U ikkinchi yo'lovchi kabi davlat kasalxonasiga emas, harbiy gospitalga yuborilgan. Harbiy jarrohning hisobotiga ko'ra, u yaralangan, halokatga uchramagan. U odam kim ekan? Eshitaman. Qayerdasiz, janob? Bu yer onlayn do'koni emas. O'zingiz kelishingiz kerak. Sport zal va sog'lom ovqatlanish kurslariga qayta yozdira olmaymiz. Biror narsa o'ylab toparmiz, kelavering. Kelsangiz zo'r bo'lardi. Muhimi bu yerda puldan tortib hamma narsagacha bor. Aniqmi? Sen aytgan odamning manzilini aytsam, daftarchamni qaytarasanmi? Ha. Qayerdaligini aytsang bas. Xo'p. Aytaman. U eshikdan kirib keldi. Ofisimni ostin-ustun qildi. Yigitlarimni kaltakladi. Mana uni to'pponchasi. Allo, sir. U bu yerdagilarni ham do'pposlabdi. Keyin esa organ olib sotarlar haqida surishtiribdi. Ikkala telefoni ham tungi klubni ko'rsatyapti. Liftni meni hayron qoldirding, yoqimtoyi. Axir qamoqda bo'lishing kerak edi-ku. Nega Naomining onasini o'ldirding? Uni sen o'ldirding. Sen buyurtmani yetkazib berding, yetkazib berishga o'zing rozi bo'lding. Naomiga ham shunday qildingmi? Yo'q. Hozircha uning organlarini hech kim so'ramadi. Bolalar organi bozorda so'ralmaydi ham. Shunday. Lekin ko'zlari. Yoshning ko'zlariga aloqasi bo'lmaydi. Ularni sotib anchagina pullik bo'lishimiz mumkin. Taxminan 5 yillarga qamalsang kerak. 5 yildan so'ng chiqsang, kim biladi, u qay ahvolda qarshingdan chiqarkin. Kimki ertangi kun haqida gapirsa. U ertaga o'lmaydi. Aksincha ertangi kungacha tirik qolmaydi. Kim ertangi kun haqida berilib gapirsa, u aynan bugun o'ladi. Lekin men bugungi kun haqida emas, aksincha hozirgi kun haqida o'ylayman. Jazoini olganingda bilasan. Qanchalik katta xatoga yo'l qo'yganingni. Nima? Sen? Elektron pochtadan yuborgan xating ancha qimmatga tushadi senga. Siz razvedka bo'limidamisiz? Ma'lumotlarni to'plab nima qilarding? Na uni topdingiz, na narko bizneschilarni. Kamiga nazoratxonada kaltak yedinglar. Mantu va uni hamtovoqlari bilan bog'liq ishni topshiringlar va bunga qaytib aralashing. Hazillashyapsizmi?
Muammo bormi? Siz Mantu bilan qiziqyapsizmi yo Kabir Ahvalat bilanmi? Ikkisi bilan emas. Bu ishni biz zimmamizga oldik, o'zimiz surishtiruv o'tkazdik. 4 nafar hamkasbimiz hozir kasalxonada. Uni o'zimiz ushlagandik. Bizga xalal beradiganlarni ham ayab o'tirmaymiz. Sen faqat ishni bilasan xolos. Lekin Kabirni emas. Yaralangan yo'lbarsni ovlab adashyapsan. खुदा क्यों रूठ गया मुझसे, नहीं था बैर मेरा तुझसे, क्यों तूने छीन लिया मुझसे मेरा जहां। Bu qizaloq naqd 25 ming pul yechib olgan. Qorakimning hisobidan. U onasining uchrashib yuradigan yigiti bo'lgan ekan. Endi Kabir ham Naomini izlayapti. Tushuntiribroq gapiring, aynan nima bo'lgandi? Soqolli yigit hammani do'pposladi, keyin esa to'pponchasini chiqardi. Sir, iltimos ularga men hech narsa qilmaganimni ayting. Siz axir menga Kabir Ahvalat, men komissar Dilip Sungakarman. Yaqinda o'zimni Goa mahkamasida ko'rasan. Lekin avval bir savolimga javob ber. Sen Naomini izlayapsan-a? U tirik. Bizda kuzatuv kameralari tasvirlari bor. U bir necha soat avval bankomatdan naqd pul yechib olgan. Agar uni ko'rmoqchi bo'lsang, kurash. Kevin va Luki Herrera. O'sha ikkisi meni Mantuning yoniga yuborishgandi, uni sotish uchun. Anna va Naomining hayoti evaziga. Ular Annani o'ldirishdi. Biladiganlarim shu xolos. Kevinning dilleri kim edi? Advin. Uni top. Butun shaharni qidirib chiq. Butun shaharni-ya? Mayli, shahar bo'lsa shaharda muammo-yu, nima qilibdi? Ular bilan xayrlash. Xayr! Yura qol. Qani xayrlash. Xayr! Rahmat senga, Naomi. Ko'rdinglarmi? Agar sizlar ham aqlli bola bo'lsangiz, ota-onangizning yoniga ketasizlar. Yur qizim. Agar men ham aqlli qiz bo'lsam, oyimning yoniga olib borasizmi? Janob, nega uryapsizlar meni? Qalaysan, Advin? Ha? Ko'raychi, sumkangda nima bor ekan? Hech narsa yo'q. Hozir tekshirib ko'ramiz. Janob, rostdan ham hech narsam yo'q, ishoning. Hech narsa yo'q ekan. Ko'ryapsizlarmi? Haloyiq, bu Goa politsiyasi bechora nogironni xo'rlashlarini qarang. Oy. U yerda ham hech narsa yo'q, sohib. Voy, tovlamachi. Hozirroq mashinaga yugur. Bo'lmasam, shu yerni o'zida o'ldirib Tur. Tur. Chap oyoq, o'ng oyoq, olg'a. Yur. Meni bulardan xabarim yo'q. Bor yo'g'i narkotik moddalarni olib o'taman. Ko'rganmisan? Ko'zlari juda tanish. Menimcha bu Mungi bo'lsa kerak. Mungi? Mungi chumoli degani. Ular sayyohlar va muhojirlardan mahsulotni qabul qilishadi. Va ulardan pulni olib boshliqqa topshirishadi. Ularning zimmasiga eng sodda va oson
ish topshirilgan. Bozordagi chumolalar o'yinchoqlar orasidan aynan narkotik modda yashiringan mashinachani tanlashadi. Keyin esa o'zlarini sayr qilib yurgandek tutishadi. Kim ham yosh bolalardan shubhalanishi mumkin? Sir, to'g'rimi? Shuning uchun ham chumolalar, ya'ni bolalar ishni ancha yengillashtirishadi. Keyin o'yinchoq bolalar gavjum bo'lgan o'yin maydoniga yetib boradi. Unaqa joylarni tekshirish hech kimning xayoliga ham kelmaydi. O'sha yerda bizning odamimiz o'yinchoqni olib o'rniga narkotik moddani soladi va sumkaga joylaydi. Keyin esa boshqa bolakay borib, to'ldirilgan sumkani olib ketadi. Juda oson, ha? Shundan so'ng sumka 3-manzilga boradi. U yerda esa og'uni olib qolishadi va o'rniga eski poyabzal solib berishadi. Aslida bu poyabzalning ichida mijozning kredit kartasini yashirishadi va shu tizim zanjir kabi takrorlanaveradi. O'yin maydonida esa kredit kartalar birinchi bolaning qo'liga o'tadi. Yo'lning yarmiga yetganda sumkani boshqa bolakay olib ketadi va to'g'ri bankomatga yo'l oladi. Bu vaqtda mijoz politsiyaga kredit kartasi yo'qolganligi haqida murojaat qiladi. Pullarni topib bo'lmaydi, chunki naqd pullar hech qayerda qayd etilmaydi. Buning ustiga 20 ta yoki 30 ta kredit kartalarining yo'qolishi politsiyaning diqqatini jalb qilish uchun muhim jinoyat hisoblanmaydi. Arizalar turli tumandagi politsiya idoralariga kelib tushgani uchun ham politsiyachilarda bu hech qanday shubha uyg'otmaydi. Hoy, to'xta. Sizlar u tomonda. Qo'lingni ko'tar. Bo'la qol. Hoy. To'xta. Hoy. Hozirroq to'xta. Buni ortidan. To'xta. Hay, qizaloq. Mit qizaloq juda zo'r rol o'ynayaptimi? Yo'qotinglar uni.
Sizlar nega to'xtab qoldinglar? Qani ishga kirishinglar-chi? Ay, nimalar bo'lyapti? Voy, u kim? Ha? Voy, oyjon! 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 Yo'q! Alo? Bir soatdan keyin Naomini shu yerga olib kel. Nima uchun? Hey, bu kimning ovozi? Og'ir kunlarda o'z ukangning ovozini tanimay qoldingmi? Agar meni qo'rqitmoqchi bo'layotgan bo'lsang, men seni Akajon! Hey! Bu bolalar o'lganidan keyin ham azoblanishini hech o'ylab ko'rganmisan? Biz doim hammaga rahmdillik qilganimizni o'zing hech o'ylab ko'rganmisan? Bechora ota-onalarga, boy mijozlarga biz hech kimga yomonlik qilmayapmiz. Hech kimga. Ha, gapimga ishon. Lekin yaxshilik ham qilmayapsizlar. O'limingdan avval bolalardan kechirim so'ra. Yo'q, 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 yo'q. Alo. Yo'q, yo'q, yordam! Kabir. Yordam! Yordam beringlar! Voy, nega jim turibsan? Yo'q! Sizlarni olib ketishadi. Uyga qaytish vaqti keldi. Meni oyim qayerda?
Xudoning yonida. Aslida tez yordam mashinasini oying yubordi. Sen yaqinda oying bilan uchrashasan, qizim. Menga qara, bolalar qayerdaligini ayt. Xo'sh, Mana senlarga. sen ham Bilmayman, gapir. janob. Bolalar qayerda? To'xta. Ularni yaxshilab so'roq qil. Qani bor, olib ket. Olib ket. Baribir seni gapirtiraman. Yur, yur. Alo. Janob, biz jarrohni tutdik. U bilan qanday aloqang bor? O'sha qizchani deb bu yerga o'lgani keldingmi? Qo'shni o'g'ri qizni bunchalik yaqin olishing arzirmikin? Uning ko'zlari. Senga aytgandim-ku, anchagina pullik bo'lamiz deb. Ko'rasanmi? Ochib qara. Balki bu ko'zlar senga qarab turgandir. Seni tanangni ham nimta qilaman. Birorta ham a'zoying sotuvga yaramay qoladi.
Aslandiy studio yuqori sifatli kinofilmlar markazi. Alo, politsiya! Kimdir meni o'ldirmoqchi bo'lyapti. Tezroq kelinglar. Nima? Manzil? Yana qanaqa manzil? Qo'ng'irog'imdan izlab topinglar. U yaqinlashyapti. U yonimda. Hey, darrov keldingmi? Iltimos, kerak emas. Yo'q, quloq sol. Senda gapim bor. Politsiya yo'lda. Yo'q, kerak emas. Yo'q. Ha?
O'ldir meni. Qani o'ldir. O'ldira olasanmi? Lekin qanday o'ldirasan? Zirhlangan mashinadaman. Buni sal qolsa unutay debman. Meni o'ldira olmaysan. Qani o'ldir. 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 Bo'la qol. Kemaysanmi? Mashinam zirhli, o'q o'tkazmaydi. Sen kuchsizsan, hech narsa qila olmaysan. Hozir politsiya keladi va men xatardan qutulaman. Senga nima bo'lishini tomosha qilaman. Keyinroq esa sen bilan hisoblashamiz. Nima qilyapsan? Bundan hech bir ish chiqmaydi. Hey, nima qilmoqchisan? Yo'q, aslo. Kerak emas. Yo'q. Hey! तूने रहम किया मुझ पे करम किया Kunal, Labbay sir. ichkariga kirib tekshirib chiq. Nechta jasad va og'u furushlar bor ekan. Xo'p, ketdik. Francis, asir. Doktor qanaqasiga o'z ko'zini sug'urib olgan bo'lishi mumkin? Janob, deyarli hammasi o'libdi. Qandaydir ikkitasini kasalxonaga olib ketishyapti. Qolganlari esa, janob, Qizaloqni uni yoniga o'tkaz. O'zing esa ularning orqasidan bor. xo'p bo'ladi. Ofitser. Oxirgi ishimni bitirishimga ruxsat berasizmi? Tushunmadim. Bu safar qandaydir qimmatbaho buyumni o'g'irladingmi deyman. O'sha kuni politsiyadan qochishni uddalagandim. Uzr so'rayman.
Endi qara. Butun politsiya jamoasi seni tanishimni biladi. Siz kulishni bilasizmi, yoqimtoy? Bu haqda bugungina bildim. Bir muddat yolg'iz yashab tura olasanmi? Meni kuta हाँ खो गई थी तू कहीं परियों के ही संसार में, अब हर घड़ी है पास तू, एहसास में दीदार में मिली है दिल को राहत सी, हुई खुशियों की आहट सी, हाँ तूने सौंप दिया मुझको मैं तेरे सिवा किसको सोचूं मैं, मेरी सोच पे तुम बैठे हो, सांसें जहां बनती है मेरी, उस मोड़ पे तुम रहते हो। तेरे सिवा किसको सोचूं मैं, मेरी सोच पे तुम बैठे हो, सांसें जहां बनती है मेरी, उस मोड़ पे तुम रहते हो। तुम मेरे अल्फाजों की तरह, की तरह गुनगुना लूं आजा मैं तुझे, तू मेरी आवाजों की तरह।